tez pishirib qo'yadi. Nimaga dey? Nimaga? Kayf qiluvchi, mast qiluvchi narsadan Alloh qaytargan, lekin bundan bu tanangizga ziyon, lekin bu alkogol emas. Yon bundan ham qaytaradi-da. Sog' bo'lasizlar jigarlar. Biz shashligimizni o'tib ketaveramiz. Ukajonim, o'rama shashliklarimiz nechi puldan? 16.000 so'mdan aka xudo bejavob go'shtlariga javob kelaverasizlar. Qiyin javoblarimiz bor aka 16.000 so'mdan kattasi. Go'shtlari choshi bejavob. Kichigi nechi pul? Kichigi 12.000 so'm aka bu tarafda. Qanot shashliklari bor aka xudo bejavob go'shtlari ham palov poy. Yangilik o'rdak shashliklar bor ekan-a, o'rdak shashlik. Ha aka yog'li qurqmalarimiz bor. Nechi puldan bular? 15.000 so'mdan aka go'shtlari Bay bejavob. bay. Muhim ishonch aka ko'rib qo'yingda. Somsalar ichlarini bitta yorib ko'rsatib bering odamlarga. Bay. Ey, bu issiqligidan qo'llari kuyyapti ukami. Kelaverasizlar akalar. Ko'rsatib beringlar-da buni. Ying, mana Mashhurbek yeb qo'ying. Sog' bo'lasizlar. Ey, uka hormay, tabaka nechi pul? 30.000 aka bo'lsin. 30.000 so'mdan. O, ukam absala qilyapti ekan, ama. 30.000 so'mdan bitta oyoq bo'lar ekanda, kartoshkasi bo'ladi, ha? Salat. Bo'ldi. Mana shu tomonga o'tsak bo'ladimi uka? Keling, yetar. Bu yangilik yana paydo qilsizlar-ku. Nima ovqat bu, uka? Achchiq go'sht ekanda. Bay. Go'shtlarni qarang. Sondan bo'lar ekanda bu ham, ha? Bu o'zimizni haligi haligi endi aytsam bo'lmaydi, odamlar negativ yozib o'rayapti. Ibn Sino retseptida sho'rvalar. Go'shtini qarang, oqib ketyapti. Bu parda ko'rinmayapti, men o'zim ko'ryapti o'g'li. Mana yangilik yana ovqatlar bor, galopsalar. Keling oshna.